Otangga neysin? Odamlar, to'xta shu joyda ko'zingizni oching, 3 oy kutdi, indamadi biroz. Qani nima? Nima qilib berdi? O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining rasmiy media kanallarida 2026-yil 29-aprel kuni Glamour Gold moliyaviy piramidasi faoliyatiga chek qo'yilganligi haqida lavha e'lon qilindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, kompaniya 6 yil davomida ekologik toza uylar qurishni va'da qilib, aholining pullarini o'zlashtirib kelgan. Bu axborot ochiqchasiga targ'ibot ruhida taqdim etildi. Asosiy urg'u ushbu firibgarlik sxemasining fosh etilishi go'yoki faqatgina O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining tergov departamenti boshlig'i polkovnik Ramazon Ashrapovning shaxsiy sa'y-harakatlari tufayli amalga oshganiga qaratilgan. Materialda tergov organining jabrlanuvchilarga ko'rsatma berish uchun Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilish bo'yicha chaqirig'i yangradi. Shu bilan birga videoning o'zi tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Firibgarlarning yuzlari xiralashtirilgan. Bu yerda o'rinli savol tug'iladi. Agar huquq-tartibot idoralari jinoyatchilarning qiyofasini deyarli davlat siriga aylantirgan bo'lsa, fuqarolar ularni qanday tanib olishlari mumkin? Video materialda polkovnik Ashrapovning ritorikasi alohida e'tiborni tortadi. Ichki ishlar vazirligining tergov departamenti rahbari bir necha faol ayollarni huquq-tartibot idoralari ishiga to'sqinlik qilishda to'g'ridan-to'g'ri ayblab, ularni tuhmat uchun jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qildi. 2026-yil yanvaridan buyon Glamour Gold ishi yuzasidan monitoring olib borayotgan Erkin O'zbekiston harakati Ichki ishlar vazirligining ushbu ko'rsatuvini jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga urinish deb hisoblaydi. Shu munosabat bilan jamoatchilikka o'z pozitsiyamizni taqdim etishni hamda voqealarning hujjatlar bilan tasdiqlangan faktlar va ish materiallariga asoslangan versiyamizni bayon qilishni lozim deb bilamiz. Tergov departamenti lavhasining paydo bo'lishi bu Erkin O'zbekiston harakatining 2026-yil 31-yanvar va 13-apreldagi surishtiruvlarga nisbatan kechikkan reaksiyadan boshqa narsa emas. Inkor etib bo'lmaydigan dalillar va kuchayib borayotgan ijtimoiy rezonans bosimi ostida Ichki ishlar vazirligi muammoni yashirish taktikasidan voz kechishga va o'zi uchun foydali axborot muhitini shakllantirishga o'tishga majbur bo'ldi. Avval xabar berganimizdek, 2025-yil yozda Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi xodimlari Glamour Gold egasi Dmitriy Kanni hibsga olib, oradan bir necha kun o'tib uni ozodlikka qo'yib yuborgan edi. 2025-yil 13-oktyabrda Yashnobod tuman tergov bo'limi jinoiy ishni takroran ayblanuvchi tariqasida jalb qilishni lozim bo'lgan shaxsni aniqlash imkonsizligi haqidagi mutlaqo asossiz vaj bilan to'xtatib qo'ygan edi. Glamour Gold ishini muzlagan nuqtadan qo'zg'atgan asosiy omil bir guruh ayol ulushdorlarning faol pozitsiyasi bo'ldi. Tatyana Lazareva, Gulsum Mingazova, Lyudmila Kazakova va Anna Sherbakovalar 2 yil davomida byurokratik apparat bilan mashaqqatli kurash olib borishdi. Va agar bugun Ashrapov idorasi ko'zbo'yamachilik bilan faollik ko'rsatayotgan bo'lsa, bu tizimning xizmati emas, balki huquq-tartibot idoralari endi inkor etib bo'lmaydigan faktlar oldidagi majburiy taslim bo'lishidir. 2025-yil 2-noyabr kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ravshan Sultonxo'jayevning faol ayollar bilan o'tkazgan shaxsiy qabuli yakunlariga ko'ra, Glamour Gold jinoyat ishi qayta tiklandi va tergovni davom ettirish uchun poytaxt tergov boshqarmasiga yuborildi. 2025-yil jabrlanuvchilar uchun kar va soqov byurokratik tizimga qarshi kurash davri bo'ldi. Shu bilan birga ulushdorlar jamoatchilik faollaridan ko'mak so'rab murojaat qilganlarida yanada razilroq to'siqqa duch keldilar. O'zini xalq ovozi deb tanishtiruvchi mahalliy blogerlar jabrlanuvchilarning faqatgina murojaatlarini e'lon qilish evaziga asossiz ravishda katta mablag' talab qilib, birovning kulfatini shaxsiy boyish manbaiga aylantirdilar. O'zbekistonning asosiy missionerkasi hamda parda ortidagi o'yinlar ustasi bilan o'tkazgan maddohlarcha intervyusidan so'ng o'zidan yulduz yasab olgan targ'ibotchilardan biri ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanmasligini surbetlarcha ulushdorlarga ma'lum qildi. Vijdonini chakana savdoga qo'ygan kimsadan munosib harakat kutish o'ta soddalikdan boshqa narsa emas. Rasmiy media ham o'z ojizligini namoyish etdi.
Avvaliga kerak bo'lsa 100 ta reportaj tayyorlashni va'da qilgan mahalliy ommaviy axborot vositalari ilk efirlardan so'ng to'satdan qiziqishni yo'qotib, odamlarni kulfat bilan yolg'iz qoldirdilar. Pulini berib, uyini ololmay sarson bo'layotgan aholining murojaati ijobiy yechim topmas ekan, millar ushbu masala haqida yuzlab lavhalarni efirga uzatishga tayyor. Amalda esa ommaviy axborot vositalarining o'zi ulushdorlarning eng yomon gumonlarini tasdiqladi. Glamour Gold firibgarligi haqidagi har qanday ma'lumotga yuqoridan norasmiy taqiq qo'yilgan edi va jurnalistlar bu chegaradan o'tishga shunchaki qo'rqishdi xolos. Bunday vaziyatda Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi jamoatchilik kengashining jamoaviy sukut saqlashi vijdonsizlikning oliy namunasi bo'lib ko'rinmoqda. Xuddi kichik xavf tug'ilganda tubga shung'iydigan baliqlar to'dasi kabi ular ham jimlikka burkanishni afzal ko'rdilar. Kengash a'zolari idora qoshidagi shunchaki bir bezak emas, balki xalq ovozi, xalq dardi bo'lishlari kerakligini butunlay unutib yuborgan. Vaholanki bunday tuzilmalar idora va fuqarolar o'rtasida ko'prik bo'lishi uchun tashkil etilgan edi. Ular nazorat va inson huquqlarini himoya qilish vositasiga aylanishi lozim edi. Bugungi kunda jamoatchilik kengashining tarkibiga taniqli shaxslar, axborot agentliklarining bosh muharrirlari, jurnalist va blogerlar kiradi. Ularning barchasi Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistoni uchun shunchaki demokratik fasad yaratish bilan band xolos. Adolatsizlik avj olgan bir paytda ularning qullarcha sukut saqlashi bu jinoyatga bevosita sheriklik va o'z xalqiga nisbatan xiyonatdir. Darvoqe, kengash tarkibi nafaqat odob axloq qoidalari, balki milliy xavfsizlik manfaatlari nuqtai nazaridan ham jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining befarqligi esa odamni hayratga soladi. Huquq-tartibot idoralari o'z maslahat organida boshqa davlat fuqarosi borligini go'yoki ko'rmayotgani ayrim mansabdorlarning bu jinoyatga sherik ekanliklariga ishora beradi. Gap shubhali va fitnakor shaxs sifatida tanilgan Kanada fuqarosi Ismat Xushov haqida ketmoqda. Uning kengashdagi ishtiroki shunchaki afsuslanarli xato emas. Bu jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunning 3-moddasini to'g'ridan to'g'ri buzishdir. Bunday mas'uliyatsizlik vazirlikni, uning oliy rahbariyatining hamda shaxsiy xavfsizlik xizmatining obro'sizlanishiga olib keladi. Bu holat ularning nafaqat qonun ustuvorligini himoya qilishi, balki o'z ichki tuzilmalarini nazorat qilish qobiliyatini ham shubha ostiga qo'yadi. Darvoqe, bunday manzarani respublikadagi boshqa jamoatchilik kengashlarida ham kuzatish mumkin. 2025-yilning dekabr oyida bir guruh jabrlanuvchi ulushdorlarning taklifiga binoan Effectus nashrining tasvirga olish guruhi Glamour Gold kompaniyasi qurayotgan Ekadrim majmuasi oldiga yetib keldi. Biroq tasvirga olish ishlari boshlangan zahoti voqea joyida ichki ishlar podpolkovniki paydo bo'lib, uchrashuvni ruxsatsiz miting deb baholadi va hibsga olish bilan tahdid qilgan holda jarayonni to'xtatishni talab qildi. Kameralar qarshisida turgan Ichki ishlar vazirligining zobiti yig'ilganlarga nisbatan ochiqchasiga mensimaslik namoyish etib, u uchun ro'parasida kim turganining oddiy jurnalistmi yoki milliy telekanal rahbarimi hech qanday farqi yo'qligini aytdi. U har qanday bo'ysunmaslik zudlik bilan hibsga olinishiga sabab bo'lishini alohida ta'kidladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga huquq-tartibot idoralarining yana 2 ta avtomashinasi yetib keldi. Biroq ulushdorlar hamda jurnalistlar o'z huquqlarini himoya qila olgan holda reportajni oxirigacha tasvirga olishga muvaffaq bo'lishdi. Mutasaddilarning harakatsizligidan charchagan va chorasiz qolgan ulushdorlardan biri keskin qadam tashlashga qaror qildi. U Glamour Gold ishiga yuqori doiralar e'tiborini qaratish maqsadida davlat rahbari korteji harakatlanayotgan vaqtda prezident trassasiga plakat ko'tarib chiqmoqchi bo'ldi. Lekin uning bu urinishini to'xtatib qolindi. Ayol Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib borilib, unga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atildi. Tez orada undan tazyiq ostida har qanday ommaviy norozilik aksiyalaridan voz kechish haqida tilxat olindi va shundan keyingina qo'yib yuborildi. Axborot blokadasi va tinimsiz tazyiqlar ostida qolgan faol ulushdor ayollar haqiqatni yuzaga chiqarishning yagona chorasi sifatida Erkin O'zbekiston siyosiy muxolifat harakatiga murojaat qilishga majbur bo'ldilar.
Ashrapov o'z videosida faol ulushdor ayollarni tergovga to'sqinlik qilishda aybladi, ammo faktlar buning aksini ko'rsatmoqda. Aslida tergov boshqarmasi xodimlarining o'zlari ayollardan yordam so'rashgan. Misol tariqasida tergovchi kapitan Komil Abduhakimovning harakatlarini keltirish mumkin. U faollarni Toshkent viloyati davlat soliq boshqarmasi rahbariyati huzuriga borishga va u yerda o'zi aytgandek kipish, ya'ni to'polon ko'tarishga undagan. Bundan ko'zlangan maqsad boshqarma rahbari Glamour Gold ishi bo'yicha taftishni paysalga solayotgan o'z xodimiga nisbatan yana o'sha kapitan Komil Abduhakimovning so'zi bilan aytganda gazini bosishi, ya'ni ishni tezlashtirilishi bo'lgan. Tergov jarayonini tezlashtirish ilinjida 4 nafar ayol yosh bolalari bilan Toshkent viloyatiga amaldorlarni qidirib borishga majbur bo'lishdi. U yerda faollar katta inspektor Jamshid Qirg'izboyevni topib, unga vaziyatni tushuntirib, hisobotni tayyorlashni tezlashtirishga ko'ndirishdi. Achchiq tajribadan saboq olgan va quruq va'dalarga ortiq ishonmaydigan ayollar undan yozma kafolat talab qilishdi. Natijada Qirg'izboyev joriy yilning 19-yanvar kuni soat 17:00 ga qadar taftish dalolatnomasini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga yetkazib berish majburiyatini olib, o'z qo'li bilan tilxat yozib berdi. Mana yana bir misol. 2026-yilning mart oyida tergov guruhi a'zosi o'sha mashhur oltin go'sht ishqibozi mayor Elmurod Muhammadiyev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Glamour Gold obyektlaridagi ish hajmi va qiymatini aniqlash uchun jalb qilingan ekspertlarni shoshiltirishni yana o'sha faol ayollarga xushmuomalalik bilan taklif qildi. Bir necha kun davomida chorasiz qolgan ona va rafiqalar ochig'ini aytganda tergovni o'z yelkalarida tortib, ekspertlar bilan birga qurilishi bitmagan ko'p qavatli binoning yuqori qavatlariga piyoda ko'tarilishga majbur bo'ldilar. Mirziyoyev rejimi davrida bunday amaliyot keng tarqalgan bo'lib, huquq-tartibot sohasidagi chuqur inqiroz oqibatiga aylandi. Bir tergovchining ish yurituvida bir vaqtning o'zida o'nlab jinoiy ishlar bo'lishi mumkin. Natijada u har bir ish bo'yicha to'liq va o'z vaqtida tergov o'tkazishga jismonan qodir emas. Doimiy vaqt tanqisligi va rahbariyatning bosimi ostidagi xodimlar har qanday yo'l bilan tergov harakatlarini jadallashtirishga majbur bo'lishmoqda. Ayollarning ko'rsatgan faolligi uchun shaxsan Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Sultonxo'jayev ularga ochiqdan ochiq minnatdorchilik bildirishgan edi. Ichki ishlar vaziri rahbariyati tomonidan bildirilgan ijobiy fikrlarga qaramay, polkovnik Ashrapovning xatti-harakatlari xizmat etikasiga zid deb baholanishi mumkin. Markaziy apparat kuratori sifatida yillar davomida tergovni sun'iy ravishda falaj qilib kelgan Ashrapov faol ayollarga orqadan nomardlarcha zarba berdi. Ashrapov o'zining targ'ibot videosida ongli ravishda tushunchalarni almashtirib, pastkashlarcha hiyla ishlatdi. Tergovni korrupsiya botqog'idan amalda tortib chiqargan insonlarni surishtiruv ishlarini paysalga solishda aybdor deb ko'rsatdi. Faollarni qoralab, ularga tuhmat qilgach, Ashrapov ochiqchasiga shantajga o'tdi. Qurilish piramidasi qurbonlariga jinoiy javobgarlik bilan tahdid qildi. Erkin O'zbekiston harakatining fosh etuvchi materiallari ta'sirini zararsizlantirish uchun polkovnik Ashrapov jamoatchilik fikrini ochiqchasiga manipulyatsiya qilish usuliga qo'l urdi. Uning topshirig'iga binoan tergov guruhining sodiq va itoatkor ulushdorlari bilan sahnalashtirilgan uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu massovkaning roli rasmiy video hisobot uchun shunchaki bezak vazifasini o'tashdan iborat edi. Odamlardan itoatkorlik bilan ma'qullashni o'ynab berish, noqulay savollar bermaslik va idoraga minnatdorchilik bildirish talab qilingan. 15-aprel kuni uchrashuv boshlanishiga bor yo'g'i 1,5 soat qolganda tergovchi Abduhakimov faol ayollardan biri Tatyana Lazarevaga qo'ng'iroq qilib, uni ushbu tadbirda ishtirok etishga taklif qildi. Yomg'ir va qor ostida oylar davomida olib borilgan kurash o'z asoratini qoldirmay qo'ymadi. 12-aprel kuni Tatyana shoshilinch ravishda shifoxonaga yotqizildi va 13-aprel kuni ertalab Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Tashabbuskor guruhning boshqa a'zolari ham safdan chiqqan edi. Anna Sherbakova ambulator davolanishda boshpanasiz qolib yashash uchun kurashayotgan Lyudmila Kazakova va Gulsum Mingazovalar esa ish jadvallariga qat'iy bog'lanib qolgan edilar. Noqulay savollar berishga qodir faollarning vaqtincha yo'qligidan foydalanib,
Ashrapov oldindan tayyorlangan jabrlanuvchilar guruhi bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu targ'ibot videoning ayrim lavhalaridagi mantiqsizlik darajasi barcha chegaralardan chiqib ketgan. Boshpanasiz qolgan va so'nggi jamg'armalaridan ayrilgan odamlar yillar davomida dardlariga quloq solmagan kimsalarga itoatkorlik bilan shodlik namoyish etib qarsak chalishmoqda. Ushbu uchrashuvda Ichki ishlar vazirligining xodimlari ulushdorlarni Glamour Gold tomonidan qurilgan avariya holatidagi uyni buzishga hojati yo'qligiga ishontirishga urinishgan. Ularning ta'kidlashicha, binoni shunchaki biroz mustahkamlash va pardozlash ishlarini bajarilsa kifoya emish. Odamlar haqidagi bunday soxta g'amxo'rlik ortida vijdonsizlarcha rejalashtirilgan xavfli hisob-kitob yashirilgan. Qanday usul bilan bo'lmasin, avariya holatidagi obyektni bitkazib, jabrlanuvchilarga topshirish, mas'ul shaxslar uchun bu hujjatlarni soxtalashtirish va qo'pol texnik qonunbuzarliklar uchun jazolanishdan qutulib qolish hamda jinoyat izlarini bosti qilishning yagona yo'lidir. Mintaqadagi seysmik faollik sharoitida ushbu uyning har lahzada ommaviy qabristonga aylanishi mumkinligi aftidan Ashrapovni ham, uning qo'l ostidagilarini ham tashvishga solmayapti. Ashrapovning videosini ko'rgan har qanday sog'lom fikrli tomoshabinda haqli savol tug'iladi. Nima sababdan uning bebaho isquvarlari barcha hibsga olingan va uy qamoqdagi firibgarlarning yuzlarini yashirishgan? Bu borada tergov guruhi yaqqol qarama-qarshi pozitsiyaga tushib qolmoqda. Bir tomondan poradan allergiyasi bor isquvarlar yangi epizodlar alohida ish yurituviga ajratilganini ma'lum qilib, jabrlanuvchilarni ichki ishlar organlariga murojaat qilishga chaqirmoqda. Ikkinchi tomondan esa Ashrapovning adolat posbonlari jinoyat ishtirokchilarining tanib olinishiga to'sqinlik qilishmoqda. Aybsizlik prezumpsiyasining bu vaziyatda bunday qo'llanilishi tergovning bosh maqsadi haqiqatni aniqlash emas, balki firibgarlik sxemasining asosiy figurantlarini himoya qilish ekanidan dalolat beradi. Ayniqsa 6 yil davomida jinoyatchilarga maksimal darajada qulay sharoit yaratib bergan va yuzlab insonlar taqdiri barbod bo'lishiga ko'z yumgan davlat tuzilmalaridagi birorta ham amaldor hali hanuz javobgarlikka tortilmagani bu fikrning yaqqol isbotidir. Ashrapov jamoasining ikki yoqlama standartlari joriy yilning 11-aprel kuni Ichki ishlar vazirligining Madaniyat saroyida bo'lib o'tgan matbuot konferensiyasida yaqqol namoyon bo'ldi. Jurnalistlarning taftish xodimlari qo'lga olinganidan so'ng nega darhol ularning fotosuratlari e'lon qilingani haqidagi savolga javob berar ekan, O'zbekistonning eng katta isquvari buni barcha jabrlanuvchilar ularni tanib olishi va organlarga murojaat qilish uchun zarur bo'lganini ta'kidladi. Hibsga olinganlarning yuzlarini oshkor qilishdagi bunday shoshqaloqlik joriy yilning 11-fevralida Demokrat.uz jurnalistlari ushlanganida ham kuzatilgan edi. Savol tug'iladi: nima uchun jurnalistlar bilan bog'liq holatlarda ochiqlik tergovning zaruriy elementi sifatida tan olinadi-yu, guruh bo'lib sodir etilgan firibgarlik ishi bo'yicha esa jinoyatchilarning yuzlari amalda yopiq ma'lumotga aylanib qoladi? Javob ochiq-oydindir. Mirziyoyev rejimi uchun jurnalistlar bu hali sud hukmi chiqmasdan avval omma oldida obro'sizlantirilishi kerak bo'lgan mafkuraviy dushmanlardir. Qurilish mafiyasi a'zolari esa yuqori idoralardagi amaldorlarning manfaatlari bilan chambarchas bog'lanib ketgan moliyaviy hamkorlardir. Glamour Gold ishi figurantlarining yashirilgan yuzlari bu aybsizlik prezumpsiyasiga bo'lgan g'amxo'rlik emas, balki yillar davomida quruvchilarning qo'lidan yemlanib kelganlar uchun berilgan xavfsizlik kafolatidir. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ramazon Ashrapov va uning homiylari O'zbekistonni tizimli ravishda raqamli konslager belgilariga ega bo'lgan politsiya davlatiga aylantirmoqda. Ushbu tizimda fuqarolik faolligi jinoyatga tenglashtirilgan, sodiq kriminallarga esa eng qulay sharoitlar yaratib berilgan. Effektiv jurnalistlar bilan bo'lgan voqea kuch ishlatar tizimlar quruvchining zanjirdagi vafodor itlari rolida ochiqdan ochiq namoyon bo'lgan ushbu siyosatning yaqqol dalilidir. Ashrapovning videosi tizim xohishini haqiqat sifatida ko'rsatishga bo'lgan urinishidir. Bu ish tarixidan o'z qat'iyati va sog'lig'i evaziga haqiqatga yo'l ochgan faol ayollar insofsizlarcha o'chirib tashlandi. Bugun ularning ismlari yashirilmoqda, xizmatlari esa qadrsizlantirilmoqda. Ulushdorlar g'alabani nishonlashga hali vaqtli ekanligini unutmasliklari kerak. Firibgarlik sxemasining asosiy figurantlari bo'lgan va tergov tomonidan muntazam ravishda yashirilayotgan soyadagi shaxslardan
pullarini qaytarib olish uzoq davom etuvchi yuridik kurashga aylanadi. Bu kurashda faqat eng matonatli va huquqiy jihatdan bilimli bo'lganlargina g'alaba qozonadi. Jabrlanuvchi ulushdorlar aldoqchi Ashrapovning yaltiroq targ'ibotiga chalg'imasdan o'z hushyorliklarini saqlab qolishlari zarur. Ular bir narsani yodda tutishlari shart. Mard va faol ayollarga xiyonat qilgan idora quruvchilar ustidan o'rnatgan o'z korrupsion homiyligi izlarini yashirish uchun hech narsadan qaytmaydi. Tizim asosiy foyda ko'ruvchilarni zarbadan qutqarib qolish uchun piyodalarni osongina qurbon qiladi. Ushbu qonunsizlik devorini faqat uyushgan holda va murosasiz kurash bilangina qulatish mumkin. Jabrlanuvchilarga chaqirig'imiz shuki, birovlarning axborot kompaniyalari uchun olomonga aylanmang. O'zingizni ko'zbo'yamachilik maqsadida tayyorlanayotgan sahnalarda ishtirok etishingizga aslo yo'l qo'ymang. O'z huquqlaringiz himoyasiga qonuniy va uyushgan usullar bilan erishing. Yodda tuting, huquq berilmaydi, u olinadi. Davlat institutlari korrupsiya tufayli falaj bo'lib qolgan bir vaqtda yagona kuch sizning shijoatingizdir. Siz yolg'iz emassiz. Yoningizda Erkin O'zbekiston siyosiy harakati timsolidagi mustaqil axborot ko'magi doimo tayyor. Taslim bo'lmang. Adolat o'z-o'zidan kelmaydi. Uning uchun kurashish zarur.